Ayollar savol bering. Nimaga kerak sizga erkak? Ham pul topaman deydi ayollar. Ham gap eshitaman. Ham bolalarni ro'zg'orni mas'uliyatni bo'ynimga olganman. Yana ruxsat so'rab nimadir qaqidir borishim kerak edi. За что? Majbur ekanimiz. Ana shu narsaga qo'shimcha savol bermoqchi edim. Go'yoki Хорошо, sizni anoningiz nimada? Sizni bundoq turishingiz, erkakligingiz nimada? Ma'noda nikoh nima kerak o'zi degan ma'noda balkim birovlikni ko'rdilarmi, ko'rmadilarmi? Mana oxirigacha eshitib ulgurmadim. Yarimidan ko'pini eshitdim. Bu maqsad tushunarli bo'ldi. Hammasini ko'rishim shart bas ekan o'zi. Bu nikoh agar jamiyatga kerak bo'lmasa, nikohni kechgan jamiyat bilasizlarmi bo'ladi? Yer yutadi yer. Oldinmish paytlarda ilon, chayan, ishtaqalar bo'lgan ekan, fiziki qo'riqlagan u kishimga odam kerak bo'lgan ekan. Bola bilan bo'lib tirikchilik qilolmagan ekan. Hozir bunaqangi xavf-xatar zamon emas. Unga nima kerak? Er, qo'riqlaydigan odam, bitta hujjatlar shu ekanmish. Keyingisi hozir ayollar erdan ham ko'p pul topyapti. Nima kerakmish? Uyda nima kerak? O'zi olaveramish. Erda nima? Hey. Kim siz bilmadim, psixologmisiz? Yo bir nimasiz bilmadim men endi. Kimsiz bilmadim u. Xullas bu er nima kerak, xotin nima kerak degan gapni gapirmanglar ham yig'ishtiringlar bunday gaplaring. Keyin men eng achinarlisi o'sha videoda 20-30 ta ayol o'tirib, to'g'ri deb o'tirib. O'sha alamoncha madaniyat g'arbdan kelayotgan madaniyat, Yevropadan kelayotgan madaniyat xuddi shuni aytadi. Xuddi shuni. Bolalarda uylanmaslik, qizlarda erga tegmasligini targ'ib qiladi. Ya'ni bu degani Xudo saqlasin otasi notayin bolalarda tug'ilishi, bolaga ota nima kerak deydi. Sen o'ylab gapiringlar. Bolaga ota nima kerakmish? Bu Allohning nizomini buzmanglar. Xudo saqlasin, Xudoning bir balosi kelmasin yana. Yana atti gapni to'nlab balki eshitib olasizlar yaqinda. Nima kerak? Mayli, inshaalloh bunga alohida mavzu qilamiz hali. Xudo xolisa, nima kerakligini eshitib olasiz o'shanda. Inshaalloh. Xotin nima kerakligini eshitib olasiz. Biz unaqa xalq bo'lmaganmiz. Bizning millat unaqa millat emas bobolarimiz. Kerak bo'lgan, liboy payt kerak bo'ladi qiyomat kunigacha. Shunaqangi bilimdonlar bilib ol. Xotin kerak, qiyomat kunigacha erga xotin, xotinga er muhtoj bo'lib yashaydi. Bizi xalqimiz zinodan tug'ilgan emas. Alhamdulillah shu yerda hozir 3000 ga yaqin odam turganmiz. Hammasini ota-onasi tayin. Hammasini ota-onasi adres aniq. Alhamdulillahi robbil alamin. Bunaqangi fikrlilar sal o'ylab gapiringlar. O'sha yerda o'tiribdi, nechta ayol bilmayman, 10 tami, 20 tami, 30 tami to'g'ri deb tasdiqlab o'tiribdi. Men to'g'risi bilardim qanaqadir fikri buzuq shunaqangi ayol ham erkak ham bordir, qattadir bilmayman endi. Lekin xalqimizcha bunaqangi fikrli odam borligini men hatto xayolimga ham keltirmagan. Eshitib qo'rqib ketdim to'g'risi. Buni yoshlar ko'ryapti, bu yosh avlod ko'ryapti bugun. Bugun ta'lim, tarbiya, milliy qadriyat, diniy qadriyat haqida butun respublikamiz jon kuydirib turganda u kishim chiqib olib bilimdonlik qilyaptilar. Bugun yosh avlodni milliy qadriyatni ham, diniy qadriyatni ham bulg'ayaptilar. Shunaqalar. O'sha internetda fikr bildirayotgan yoki internetga bitta narsani zapis qilib qo'yayotgan ahmoq o'ylamaysanmi? Shu xalqimizga, millatimizga, yosh avlodga bu zarar bo'lsa-chi bu video deb. Maslahat qilmaysanmi birov bilan qo'yishdan oldin? To'g'ri keladimi bu gap? Qanaqa bu? Buni yosh avlod ko'radi buni. Yoshlar ko'radi bu narsani deb. Erto'tinga shuni fikri bilan fikrlanib bir yosh oila, menga nima kerak uylanib yo menga nima kerak turmushga chiqib do'ynay ko'chada o'tlab yuraveradimi hayvonga o'xshab. Hayvonlar shunaqa bo'ladi. To'g'ri kelganimda don olishib ketaveradi. Xudo saqlasin.
Rasululloh alayhissalom kerak deganlar bu narsani. Payg'ambarimiz alayhissalom kerak deganlar bu narsani. Alloh fankihu degan, nikohlaninglar deganlar. Nikohlan, juftlan degan Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhissalom juflash meni sunnatim deganlar. Shunda xalq, millat buzilmaydi, aynimaydi. Shunda o'sha ota, o'sha ona nikohli tug'ilgan bolasiga ine jon kuydiradi. Erta o'tiningga nikohsiz tuqqan ona, nikohsiz tuqqan tug'ilgan bolaga kim ota-onalik qiladi? Kim jon kuydiradi uni? Ertaga nima bo'ladi unaqa jamiyatimiz? Ey azizlar, bilmayman endi bu joyda nechta ayol, nechta erkak, nechta kim eshityapti bilmadimmi? Xalqimizni farovon hayotini, zo'r hayotini, qadriyatlarni qadrlab qo'yaylik. Bunaqangi har xil fikrlar bildirmaylik. Xuddi o'shanaqangi odamlar hayotga yengiltay qaraydigan, millatga yengiltay qaraydigan odamlardan sotqin chiqadi. Unaqangi sotqin bo'lmaylik, millatimizga, vatanimizga, dinimizga xoin bo'lmaylik unaqa. Xudo saqlasin. Xoin bo'lib bir narsaga erishgandan sodiq bo'lib ochimizdan yurganimiz yaxshi. Shuna bo'laylik. Sodiq bo'ling millatingizga, sodiq bo'ling vataningizga, sodiq bo'ling diningizga. Estağfirullah.